Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. 4-sinf matematika 2-mashq haftaligi 64-dars qiymatlarni chamalash mavzusi. Yondosh mavzuyimiz tabiatni asrab-avaylash hamda mashqlar jarayonida aniq qiymatlar, taqribiy qiymatlar tushunchalarini ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi mashqda nima deyapti? Faqat to'rtga bo'linadigan sonlarni toping. Bugun darsda gap nima haqida boradi deyilgan. Hop, to'rtga bo'linish qoidasi qanday edi? Eslab olamiz. Hop, ixtiyoriy berilgan sonni oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, misol uchun 12 yoki mana bunday ko'rinishda 24 yoki masalan ikkita 0 ko'rinishda bo'lsa, son 4 ga bo'linar edi. Demak, shunday sonlarni qidiramiz. 256, demak 56 4 ga bo'linadi. Demak, buni olamiz. 114, 14 4 ga bo'linmaydi, demak bu kirmaydi. 222 bu ham kirmaydi. 140 olamiz, demak S U. Hop, endi keyingisi. Hop, 217 bo'linmaydi. 921 bo'linmaydi. 562. Hop, bu ham bo'linmaydi. Hop, 283 ni tekshiraman, bo'linmaydi. 442, 42 ni tekshiraman, 4 ga bo'linmaydi. 624, 24 ga bo'lingan uchun buni ham olamiz. Suv. Hop, 182, 82 bo'linmaydi. 143, 43 bo'linmaydi. Demak, bugundagi darsda gap suv haqida boradi. Demak, biz birinchi mashqni muvaffaqiyatli bajardik, ikkinchi mashqqa o'tishimiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlarga 4-sinf matematika darslarining murakkabligini hamda maktabda dars vaqtida vaqt yetkazish qiyinligini hisobga olgan holda 4-sinf matematika onlayn kursini taqdim qilamiz. Onlayn kursimiz barcha ikkinchi qismdan boshlab 2, 3, 4 qismlar darsliklarni qanday qilib bajarishlarini tushuntirilgan holatda tayyorlangan video darslardan iborat. Onlayn kursimiz Telegram yopiq kanalda bo'ladi. Uni siz istalgan paytda, istalgan joyingizda ko'rib olishingiz va mavzularni o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizning kursimizga a'zo bo'lganingizdan keyin siz YouTube'larda darslarni qidirib o'tirmaysiz. Har bir dars tartib bilan avtomatik ravishda kanalimizga joylab qo'yilgan. Ya'ni bunda siz darslarni o'zlashtirishingiz, o'zingiz tushunmay qolgan misollarni bemalol ko'rib olishingiz hamda qo'shimcha metodik materiallarga ega bo'lishingiz mumkin. Onlayn kursimizga ulanish narxi 1 martalik to'lov 25 ming so'm. O'quvchilarni hisobga olgan holatda biz juda ham arzon holatda taqdim qilganmiz. Kurslarga ulanish uchun Telegram orqali Sirojdomla akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi mashq sharti quyidagicha ekan. Aytayaptiki, hop, mana bu berilgan sonlardan qaysi biri 7 y 7 dan katta, 50 dan kichik tengsizlikning yechimi bo'ladi deyilgan. Hop, y imiz shunday sonlarki, hop, 7 dan katta bo'lsin, 50 dan kichik bo'lsin. Misol uchun ular qanday sonlar? 8, 9, 10, 11, 12, 13 va hokazo. Hop, 49 gacha bo'lgan sonlar. Demak, mana shu sonlar ichidan tanlab olaman. Hop, 7 va 3 kirmaydi o'z-o'zidan. Hop, kiradigan to'plamdagi sonlar quyidagilar ekan. 60 kirmaydi, 50 kirmaydi. Demak, quyidagi sonlardan 40, 12, 12 hamda 8 sonlari tengsizlikni yechimi bo'ladi. Yechimi bo'ladi deymiz. Demak, ushbu ikkinchi mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Hop, navbatdagi mashqimizga e'tibor qaratamiz. Aytayaptiki, 3-mashq tengsizlikni o'qing va yeching. Demak, A soni 6 dan katta yoki teng, 9 dan kichik deyishimiz mumkin buni. Hop, endi A sonini qabul qiladigan qiymatlari. Ya'ni yozaman. Birinchi deb qo'yaylik buni. Birinchisi. A imiz qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari 6, 7 hamda 8. Hop. Keyingi misolimiz mana buni 2-mashq deymi? 315 kichik yoki teng T dan, T imiz kichik yoki teng 317. Hop, demak, bu joyda noqat'iy tengsizlik. Shuning uchun T sonimizni qabul qiladigan qiymatlari 315 kiradi, 316 hamda 317. Demak, mana bu sonlar. Hop, endi 3-inchisi. 16 katta x kichik 20. Demak, x soni 16 dan katta, 20 dan kichkina. Demak, x sonini qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar qaysilar? 17 ni qabul qila oladi,
18 ni qabul qila oladi hamda 19 ni qabul qila oladi. Bular tenglamali yechimlar. Hop, endi 4-sini ko'ramiz. Demak, bu bizda 3-chi edi. 4-si 108 n dan kichik va 112 n dan katta. Hop, mana bu joyda tenglik belgisi bor ekan. Hop, demak n qaysi sonlarni qabul qila oladi? Demak, to'plam ko'rishga yozaman. 109 ni qabul qila oladi, 110 ni qabul qila oladi, 111 bo'lishi mumkin hamda 112 bo'lishi mumkin. Demak, mana bu holatda yozamiz. Demak, biz 3-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 4-mashqqa e'tibor qarataman. Kecha jo'mrakdan 73 litr, bugun esa yana 58 litr suv oqdi. Bolalarning mulohazalarini o'qib xulosa qiling. Bolalarning mulohazalarini o'qishdan oldin 73 ga 58 ni qo'shib olaman. Hop, agar 73 ga 50 ni o'zini qo'shgan bo'lganimizda 123 bo'ladi. 8 ni qo'shsam 131 bo'ladi. Hop, demak, birinchi mulohazani o'qiyman. Aytayaptiki, kecha 70 litrdan sal ko'proq. Bu mantiqqa to'g'ri keladi, ya'ni 3 litr sal ko'proq deyishimiz mumkin. Bugun esa 50 litrdan sal ko'proq suv oqdi. Demak, jami 120 litrdan ko'proq suv oqdi. Demak, bu biroz to'g'ri deb qabul qilib turaman hozircha. Endi keyingi mulohazani o'qiyman. Kecha 80 litrdan sal kamroq. Bugun esa 60 litrdan sal kamroq suv oqdi. Demak, jami 140 litrdan sal kamroq suv oqdi deyishmoqda. Hop, qaysi birini xulosa qilishimiz mumkin? Hop, ikkala o'quvchi ham bir tarafdan ham haq, yana bir tarafdan biroz xatoroq. Hop, ya'ni har ikkala o'quvchida ham to'g'ri va xatoroq fikrlar mavjud degan xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 4-mashqni ham muvaffaqiyatli yakunlaylik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 5-mashqda aytadiki, quyidagilarni yig'indilarni chamalab ko'ring deyapti. Hop, chamalashni qoidasi oldin ko'rib chiqdik, ya'ni mashqlarni ishlash davomida ko'rib chiqqanmiz. Va buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Birinchi deylik. 784 plus 519. Buni quyidagicha yozaman. 700 plus 500. Hop, 784 plus 519. Hop, endi mana buni 800 plus 600 deb yozaman. Hop, chamaladigan bo'lsam 700 ga 500 qo'shsam 1200 bo'ladi. Demak, 784 plus 519 1400. Demak, mana bu yig'indimiz 784 plus 519 yig'indimiz 1200 va 1400 oralig'ida yotadi deyishimiz mumkin. Bu birinchisi edi. Endi ikkinchisini ishlayman. Hop, 632 yu 947. Demak, yozaman 600 plus 900. Demak, 632 plus 947 teng bo'ladi. Hop, 700 plus 1000. Endi quyidagicha yozish mumkin. 1500 katta bo'ladi 632 plus 947 miz va 1700. Demak, berilgan mana bu yig'indimiz 1500 va 1700 orasida yotadi deymiz. Hop, 3-chisini ishlaymiz endi. Hop, mana bu 7384 4608. Demak, buni 7000 plus 4000. Hop, yozaman. 7384 plus 4608 kichik. Hop, endi 8000 plus 5000 deyishimiz kerak. Hop, endi yozaman. 7000 ga 4000 qo'shsam 11000 bo'ladi. 11000 katta 7384 plus 4608 va bu oraliqda yotadi 13000. Demak, aytamiz, mana bu yig'indimiz 11000 va 13000 orasida yotadi. Hop, navbatdagi holatni ko'raman. Hop, 4-chi bo'ladi bizda. Hop, 4-chimiz yozamiz. Hop, 56625 hamda 72493. Demak, buni 57000 plus hop, hozir biroz xatolik ketib qoldi, to'g'rilab olaylik. 56000 plus 72000
orasida yotadi. Hop, 56625. Beshinchi mashqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Hop, bemalol navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Bosgan yangilab olaman. Hop, navbatdagi 6-chi mashq. 6-chi mashqda quyidagicha aytyapti. Shartini o'qiyman. Ifodalarni yozib olib, ularni chamalab ko'ring. So'ng shu chamalash yordamida masalaning savoliga javob berishga yordam bering, deyapti. Hop, A sharti. Onam kassada elektr va sovuq suv uchun pul to'layapti. U elektr uchun 23560 so'm, sovuq suv uchun esa 19345 so'm to'lashi kerak. Hisobchi onamga jami 58000 so'm to'lash kerakligini aytdi. U to'g'ri aytdimi yoki adashyaptimi, deyapti mashq sharti. Hop, demak A shart. A shartimizda 23560 ga qo'shaman 19345 ni. Hop, endi chamalayman buni. 23000 plus hop 20000 deb olaylik mana buni. Katta. Hop, bu ham katta bo'lishi kerak. 24000 plus 20000. Hop, mana buni 20000 deb xato yozdik. 19000 bo'lishi kerak bu tomoni. 19000. Mana bu tomon esa 20000. Natijada 23000 ga 19000 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 42000. Mana bu qismimizni yozamiz. Hop, mana bu joyda 44000. Hop, demak, to'lanish kerak bo'lgan summa, ya'ni mana bu summa, hop, oralig'i 42000 bilan 44000 oralig'ida bo'lishi kerak. Demak, hisobchi adashyapti. Yozamiz, hisobchi adashayapti deymiz. Hop, keyingi savol. Bitta bolaga bir kunda, ya'ni B shartimiz yozaman. Bitta bolaga bir kunda 115 litr, kattalarga esa 138 litr suv kerak. Hop, ona bilan bolaga bir kunda 120 litr suv yetadi deyish mumkinmi? Deyapti. Bu joyda xato. Hop, ya'ni bitta mana buni bunday deb yozaylik. 110 plus, deylik misol uchun 130 oralig'i bilan 120 plus 140 oralig'ida. Hop, ya'ni bitta bola va bitta ona bilan bolaga hop ketadigan suvning qiymatini hisoblayman. Hop, mana bu joy 240 115 plus 138 hamda hop mana bu joyda 260. Hop, demak, har ikkala holatda ham 120 litr suv ona bilan bolaga bir kunda yetadi deyish noto'g'ri. Demak, noto'g'ri bo'ladi. Chunki quyi chegarasi 240 desak, yuqori chegarasi 260, har ikkalasi ham 120 dan katta. Hisobdan bu noto'g'ri deyishimiz mumkin bo'ladi. Hop, demak, qadrli do'stlar, biz 6-chi mashqni ham yakunlab oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 7-chi mashq sharti quyidagicha ekan. Hop, ifodalarni hisoblamay turib, ularni taqqoslang deyilgan. Hop, mana bu birinchi mashqda, birinchi misolga qarang, 69 qo'shuv 36, 36 qo'shuv 69. Ya'ni bu joyda yig'indilarni o'rnlari o'zgarib qolgan xolos. Demak, bular teng. Hop, endi keyingisi 381 plus 154
54 plus 381. Hop, bu tomondagi 154 katta, shu sababdan mana bu chap tomonni katta deyish mumkin. Keyingisi 256, 145, 317. 501, 203, 427. Hop, e'tibor beraman. Bu joyda vaziyat qanday? 145 bilan misol uchun 203 ni taqqoslayman. Keyingisi 317 bilan 427 ni taqqoslayman hamda 256 bilan 501 ni taqqoslayman. Demak, mana bu tomon katta bo'ladi. Keyingisi 372, 899, 103, 21, 456, 174. Shunchaki agar taqqoslab chiqqan payt taqdirimizda ham mana bu tomon katta. Chunki e'tibor bering, bu joyda bitta 2 xonali son bor o'z navbatda. Hop, bu joyda hammasi 3 xonali chap tomonda. Undan tashqari, misol uchun 456, 899, 103 bilan taqqoslab chiqqanimizda chap tomon katta bo'ladi. 7-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Hop, 8-mashqqa e'tibor qarataylik. Aytayaptiki, agar jo'mrakni sal ochib suvni jildiratib oqizib qo'ysa, 1 minutda 600 ml suv oqib ketadi. Agar jo'mrakni to'liq ochiq qolsa, 1 minutda 2400 litr suv oqib ketadi. Har bir holat uchun qancha suv oqib ketishini chamalab ko'ring deyilyapti. Hop, nima qilamiz? Demak, qo'l yuvishga 40 sekund vaqt ketadi. Hop, 1 minutimiz 60 sekund. Demak, buni quyidagicha yo'litaman. 60 sekundda 600 litr bo'lsa, 60 sekundda. Hop, 600 ml bo'lsa, hop, 1 sekundda qancha? Demak, 1 sekundda 10 ml. Hop, endi hisoblayman. 40 sekundda qancha ketadi? 40 sekundda ketadigan suvni topish uchun hisoblaydigan bo'lsam, 40 ko'paytiruv 10 ml. Natijada 400 ml. Bu jild sal ochib qo'yilsa. Endi katta ochib qo'yilsa, demak 2400 litr ketadi 60 sekundda. 2400 ml. Hop, bo'lib oladigan bo'lsam 1 sekundda demak 40 ml ketadi. Hop, qo'l yuvish uchun hop 40 sekund vaqt ketadigan bo'lsa, 40 ni 40 ga ko'paytiraman. Natijada 1600 ml. Hop, demak yozib qo'yaman. 400 ml sal ochib qo'yilsa, 1600 ml katta ochib qo'yilsa. Hop, endi tish yuvishga o'rtacha 3 minut vaqt ketadi deyilgan. Hop, 1 minutda hop maslashati 600 ml deyilgan. Sal ochib qo'yiladigan bo'lsa, 3 ko'paytiruv 600. 1800 ml. Hop, endi katta ochib qo'yilganimizda 3 ko'paytiruv 2400. Bo'ladigan bo'lsa, demak 3 ta 24 72, 7200 ml suv ketadi. Demak, mana bu usulda chamalashimiz mumkin bo'ladi. Demak, oralig'ida chamalab ko'radigan bo'lsak, hop, 400 plus 1600 oralig'ida mana bu 40 sekund va 3 minut deylik. Mana bu oralig'ini shunchaki yozib turaman shunaqa deb. 1800 plus 7200. Hop, demak 2000 hamda mana bu qo'l va tish uchun deylik. Qo'l va tish uchun. Hop, mana buni qo'shib oladigan bo'lsak, 1800 ga 7200 ni qo'shadigan bo'lsak, demak bizda 9000 ml. Demak, qo'l va tish yuvish uchun 2000 va 9000 ml oralig'ida suv ketadi deyishimiz mumkin. Hop, mana bu usulda chamalab oldik. Demak, 8-mashqni muvaffaqiyatli bajardik. Navbatdagi 9-mashqqa o'tishimiz mumkin. Doskani yangilab olaman. Hop, 9-mashqqa e'tiborimiz. O'ngdagi bo'sh joyga pastdagi qaysi shaklni qo'ysak, har bir chiziqda vertikal yo'nalishda ham, gorizontal yo'nalishda ham ranglar har xil bo'lib takrorlanmaydi deymiz. Hop, bizga eng qulay usuli mana bu yo'nalish. Gorizontal yo'nalishni tekshiraman. Gorizontal yo'nalishda yashil, ko'k va yashil, havorang va ko'k toshlar ishlatilgan. Hop, aynan mana shu yashil, havorang va ko'k toshlar bor. Hop, shakllarni chizib tashlayman. Mana shaklda yashil bor,
ko'k bor kerak emas. Mana bu shaklda yashil bor, qizil bor. Bu yashil bor ketadi. Hop, endi mana bu shakl qizil, sariq va mana bu binafsha rang deyishimiz mumkin. Binafsha rangmi yoki mana bu turib tursin hozircha. Mana bu shaklni deyishiraman. Havo rang bor ketadi. Bunda yashil bor ketadi. Hop, mana bunda havo rang va ko'k bor ketadi. Demak, biz mana bu 3-raqamdagi shaklni qo'yish kerak. Demak, ushbu topshiriqni muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Hop, bizda 10-mashq aytadi, hisoblang, amallarni to'g'ri tartibda qo'yib chiqib, hosil bo'lgan so'zni yozing. Bu so'zga suvning qanday aloqasi bor degan. Hop, keling, birinchi misolni yozib olaman. 369 ko'paytiruv 304 qo'shilgan 961620 bo'lingan qavs ichida 1357 ayrilgan 840 qo'shilgan 1178. Hop, amallar tartibida belgilayman. Birinchi qavs ichidagi ifoda mana bu ayirish amali, ikkinchi ish ko'paytirish amali, uchinchi ishda endi nima qilaman? Uchinchida mana bu bo'lish amalini bajaraman. To'rtinchi ish qo'shish amali hamda beshinchi ish mana bu qo'shish amali. Demak, 5 ta amaldan iborat. Hop, birinchi ishdan boshlayman. 1357 ga qo'shaman. Uzr, adashdim. Ayiraman 1357 dan 840 ni. Hop, demak bizda 517 degan son chiqdi. Hop, uni harfi H harfi. Demak, H harfi. Ikkinchi ish 369 ni ko'paytiraman 304 ga. Hop, buni ham bajarib olishimiz kerak. Ya'ni 369 ni 304 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 112176 chiqadi. 112176. Hop. Mana bu joyda ekan A harfi. Mana buni ham dumaloq qo'yib qo'yaylik, chiroyli turar ekan. Hop, uchinchi ish 96000. Hop, uzr, adashaman. 961620 ni bo'lishimiz kerak birinchidan chiqqan songa. Ya'ni 517 ga bo'laman. Hop, bo'lishni amalga oshirsak 1860 chiqadi. Hop, demak bu 1860 qaysi harfga to'g'ri kelar ekan? Hop, Y harfiga to'g'ri kelar ekan. Hop, to'rtinchi ish. To'rtinchida nima qilar edik? Demak, to'rtinchida hop, ikkinchi ishdan chiqqan songa qo'shishimiz kerak ekan, uchinchi ishdan chiqqan sonni. Ikkinchidan bizda 112176 chiqqan, to'rtinchidan 1860 chiqqan. Yig'indini hisoblayman. 114036. 114036. Hop, 114036. Mana bu joyda ekan. O harfiga to'g'ri kelar ekan. Hop, 5-ishni hisoblayman. 5-ishda nima qilar edik? Demak, 5-ishda 4-ishdan chiqqan songa qo'shib olishimiz kerak 1178 ni. Hop, 4-ishda nima chiqqan bizda? 114036 chiqqan. 114036 unga qo'shaman 1178 ni. Hop, qo'shadigan bo'lsak 115214. Va u ta harfiga to'g'ri kelyapti. Demak, so'zni aniqlayman. Hayot. Hop, suv bu hayot. Ya'ni hop, suvsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun suv va hayot so'zlari bir-biriga juda ham bir bog'liq. Hop, demak, biz ushbu 10-topshiriqni bajarib bo'ldik. Navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 11-mashq. Mashq aytadiki, Sirdaryoning uzunligi 2112 kilometr. Sirdaryoga Norin daryosi kelib qo'shiladi. Norin daryosining uzunligi Sirdaryoning uzunligidan 1305 kilometr qisqa. Ularning umumiy uzunligini chamalab ayting, deyapti. Hop, birinchi qiladigan ishim
Hop, Norin daryosi uzunligini topib olish kerak. Hop, Norin daryosi uzunligi Sirdaryoning uzunligidan 1305 ga qisqa ekan. Ya'ni 2112 dan 1305 ni ayirib olaman. Ya'ni keling, to'g'riroq chiroyliroq yozaylik. 1305. Demak, Norin daryosining uzunligi 807 kilometr. Hop, endi chamalang deyapti. Ya'ni ularning umumiy uzunligini chamalab ayting deyapti. Hop, 2112 plus 807. Hop, chamalab aytadigan bo'lsak, hop 2920 kilometr. Demak, chamalangan holatda 2920 kilometr deyishimiz mumkin. Hop, qadrli do'stlar, demak ushbu mashq mavzuyimizning oxirgi mashqi. Navbatdagi darsimizda yana bir yangi mavzuni ko'rib chiqamiz.